Assalomu alaykum do'stlar. Klassika remer, klassika qildiram deganlar bo'lsa, bemalol baylanishga chiqargilar. Ikkiga yana bir surov kelibdir. Qishinda qilsa bo'laverib, uyda ichida chelakda olib kirib qo'ygan suvinglar muzda olsa bo'laveradi. Endi sizlar shunday komnatga kirgizib qo'ysanglar, ustalar ashi bo'yi ish boshlayapti. O'zlarini spesialniy komnatlarda nimani shpakilovkalarni quritadigan shu shulkasi bo'ladi. Yani eshiklarni yopib olib turib, oshini yoqib qo'yadi. Shu shulkada bemalol o'zlari ham issiq ish qiladi, ham komnat ham quruq bo'ladi. Rossiyada qilib yurgan biz, Rossiyada. Bundan ham sovuqda o'shini ham qilib yuramiz. Hozir ham to'xtab Rossiyada. Shuni aytib qo'ying dedim do'stlar. Kanalimizga kirsanglar, qatalab qo'yg'ular.